operatsiyamiz bemorda faloprotezирование operatsiyasi. Bemorda umri davomida biror marta jins holati turmagan. Bu tashxisda o'sha qon to'planadi, o'sha klapanlar ishlamaydi. Jins holat turadida, ya'ni yotib qoladi. Va mana shunaqa holatlarda albatta bu to'g'ridan-to'g'ri shu operatsiyaga ko'rsatma immunofaloprotezирование implantatsiya va bu bemorga ham xuddi shu operatsiyasini hozir qildik. Inshaalloh bir oydan keyin bemor bemalol jins aloqa qiladi, uylana oladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz Toshkentda mana bugun birinchi operatsiyamizni boshladik. Sizlardan ikkilanangiz qaysi diplomli vrach-urolog, androlog, xirurg, vrach ultrazvukoviy diagnostika. Hurmatli obunachilar, bugungi birinchi operatsiyamiz bemorda faloprotezирование operatsiyasi. Bemorda umri davomida biror marta jins holati turmagan, biror marta даже kapak ham qilmagan va uylanish vaqti kelganda shu ota-onasi bo'lgan bemorda umuman jinsiy aloqa bo'lmaydi, ya'ni jins holati turmaydi va bizni hamkasbimizga bu yerda murojaat qilganda tekshirgan va veno-okklyuzivniy erektilniy disfunksiya diagnozi qo'yilgan tashxisi. Bu tashxisda o'sha qon to'planadi, o'sha klapanlar ishlamaydi, jins holat turadida, ya'ni yotib qoladi va mana shunaqa holatlarda albatta bu to'g'ridan-to'g'ri shu operatsiyaga ko'rsatma immunofaloprotezирование implantatsiya va bu bemorga ham xuddi shu operatsiyasini hozir qildik. Inshaalloh bir oydan keyin bemor bemalol jins aloqa qiladi, uylana oladi. Lekin bu yerda одна komponentli implant qo'yildi. Biz 3 ta komponentli ham qo'yamiz, knopkalik. Bu 5 knopka, lekin jins holat postoyan tikka turgan holatda bo'ladi. Qattiq holatda, rigidniy deydi buni otini. Knopkalik desa, knopka bilan bosiladi. Biroz farqi u knopkalik sal narx jihatdan qimmatroq, bu arzonroq, shuning uchun bu ham, lekin o'sha ikkalasi funksiyasi bir xil. Operatsiyadan keyin jinsiy aloqa, sezishlik, peshob chiqishlik, spermani, ya'ni o'sha nimani urug'ni chiqishlari hammasi oldin qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday bo'ladi. Chunki biz bu implantni kavernozniy teloga, kavernoz tokchalarga qo'yamiz va shunday qilib operatsiya qilinadi. Hurmatli obunachilar, agar sizlarda shunaqa muammolar bo'lsa, именно bu jinsiy zaiflikda og'ir turdagi bo'lgan holat, mana shunday faloprotezирование operatsiyasini qilishimiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, bizga obuna bo'ling va boshqa do'stlaringiz bilan bizlar shu video lavhani do'stlashib qo'ying. Xayr.